Hammaga salom, qalaysizlar? Demak, hozir men non olishga ketyapman. Shunaqa paytda ko'p savollar berishadi. Koreyada o'zbeklar non yeyishadimi yoki koreyslarga o'xshab sizlar faqat guruch yeysizlarmi deyishadi. Ko'p holatda guruch ham yeymiz, lekin bizning o'zimizni baribir bu yerda boshqa din, boshqa madaniyat, boshqa davlat vakili sifatida o'zimizni madaniyatimizni, odatlarimizni saqlagan holatda non yemasak bo'lmaydi. Chunki o'ylab ko'ringlar, qanaqasiga 18 yil non bilan yashab kelgan inson, 19 yil srazi faqat guruchga o'tib ketib qolishi mumkin, tipi g'alati-yu, to'g'rimi? Lekin bizda shunaqa ham bo'lgan. Bu juda ham yomon voqimali narsa emas, chunki guruch ham aslida to'yimli, nonchalik to'yimli mahsulot. Yeyishga arziydigan va uni ham qanaqa tayyorlashga bog'liq. Hozir menda biroz qorong'i bo'lganligi uchun ekran yaxshi ko'rinmasligi ehtimoli bor, lekin ovozda buyog'iga muammo bo'lmaydi. Tak. Koreyada birinchi kelgan paytimda rosa shok vaziyatlar juda ko'p bo'lgan. Misol uchun ya'ni marketlarga kirganimda narxlar juda osmon narx bo'lgan va hozir ham aslida shunaqa. Hozir ham tushib qolgani yo'q narxlar. Misol uchun hozir men borib non oladigan joyim bu Koreyada, ya'ni men universitetim atrofidagi o'zbek magazini, o'zbek aka tomonidan boshqariladigan magazin. Demak, Koreyada bitta nonning narxi 3,5 ming won. Endi so'mda qancha bo'ladi? So'mda 30 ming atrofida bo'ladi. Endi o'ylab ko'ringlar, bitta non olmoqchisizlar va sizlardan 30 ming so'm talab qilinyapti. Menda bu birinchi kelgan paytimda realniy shok bo'lgan, chunki O'zbekistondan olib kelgan pulimning qadri Koreyada albatta pasayadi. Chunki Koreyaning puli bizning O'zbekiston so'miga nisbatan 9 barobar taxminan qimmatroq, ya'ni xalqaro miqyosda. Va bitta non 30 ming so'm, 1 kilo go'sht O'zbekistondan deyarli farq qilmagan rosti bu yoqda. Yoki oddiy mevalar ham bu yoqda juda ham qimmat, juda. Men ba'zi hazil qilib aytaman, Koreyada agar pulimiz bo'lsa, to'g'ri pulimiz bo'lmasa deb boshlaydi. Pulimiz bo'lmasa, student holatida katta ehtimol bilan go'sht yeymiz. Agar pulimiz bor bo'ladigan bo'lsa, ya'ni normalniy puli bo'lib qoladigan bo'lsa, o'shandagina meva olib yeymiz. Nimaga? Chunki Koreyada meva nereal darajada qimmat. Bitta olmani kilosi deylik, 1 kilo olma har xil boshlanish narxi 200 ming so'mdan boshlanib, balki arzon joyi ham bordir, men ko'rmaganman, lekin men ko'rganlarim 200-300 ming so'm bo'lgan. Ya'ni odatda shunaqa narx bo'lgan. Va bu bitta o'zbek talabasi, ya'ni O'zbekistondan olib kelgan pulimni taqqoslaganda juda ham nereal qimmat edi. Endi mana shu joyda point nuqta. Nonni 30 ming dedik, olmani 200 ming yoki 100 mingdan qimmat deb aytdik. Endi shunga yarasha 30 minglik non qanaqa katta qozondaymi? Yoki olmaning mazasi labni yoradigandek shirinmi? Yo'q. Nonimiz kulchadagina, olmamiz ta'msiz, ya'ni umuman ta'm sezmaganman olmay ko'rib o'tdi. Yoki nok yeganimda ham shunaqa bo'lgan. Noklarning ham ta'mi yo'q. Ya'ni O'zbekistonning mevasiga hech qachon yetmaydi Koreyadagi boshqa joydagi meva, chunki tabiiy mevalar. Ya'ni bu yoqda hozir qishda ham tarvuz bor. Tarvuz umuman uzilmaydi, chunki parniklarda pishirishadi tarvuzni dorilar bilan. O'zbekistonda odatda dori ishlatilsa ham juda ko'p miqdorda emas, kamroq ishlatiladi va bu o'zini ta'mini saqlab qoladi. Koreyada ko'p mevalarning ta'mi baribir pastroq. Bu narsa juda ham ta'sir qiladi. Shunga yarasha narxi qimmat. Ya'ni men arzimaydi deb o'ylayman. Va bu asosan boshidagi fikrlarim, ya'ni Koreyaga kelgan paytdagi o'sha qimmat deb yurgan fikrlarim. Lekin vaqt o'tgan sari Koreyada topasiz, ya'ni o'sha 35 ming non olyapsizmi, 30 ming non olyapsizmi? Endi ishga chiqqaningizda qaraysizki, 600 ming, 700 ming, 800 ming, даже 1 million, 1 million 200 ming topishingiz ham mumkin bo'lgan vaqtlar bo'ladi. Ana endi undan keyin qaraysiz, 30 ming so'mga non bu hech narsa emas ekan-da. Aslida ham shunaqa. Chunki bu taqqoslash aslida xato bo'lgan va hali ham xato. Chunki global miqyosda har bir davlatning o'zini iqtisodiy narxlari bor. O'zbekistonda 3000 non bo'lsa, Koreyada 3000 wonda, lekin qiymati 9 marta, 10 marta farq qiladi pulani. Shunga yarasha topadigan pulingiz ham farq qiladi. O'zbekistonda kuniga 200 ming topishingiz mumkindir yoki 300 ming ham topishingiz mumkindir. Koreyada bu narsa odatda minimal, agar full time ishlaydigan bo'lsangiz 800 ming, 900 ming topasiz qonuniy tarzda. Bu minimal oylik haqi.
Agar yana ham yaxshiroq ishlaydigan bo'lsangiz, bu yana ham oshib ketaverishi mumkin. Bu iqtisodiy va sizlarni faoliyatingizga bog'liq. Endi magazinlarga kirsanglar, O'zbekistondan juda ham farq qiladi. O'zbekistondagi ko'p narsa bu yoqda yo'q yoki yangi narsalar juda ham ko'p deb qarasak bo'ladi. Va meni yaqindagina shokka tushirib qo'ygan narsa bu baliq olishga kirgandim magazinga. Koreyskiy magazin. Men hozir boshqa mahallaga ko'chganman. Lekin eski mahallamda uyim oldida katta magazin bor edi. Oziq-ovqat magazini. U magazinda baliq olishga kirdimda, morozilkasini ochdim. Morozilkaning ichida baliqlarni qarayapman. Shunda nimadir ne to, boshqa narsa ko'rinyapti. Oldimga qo'limni yopib qarasam, u yoqda qator terib qo'yishgan. Nima deb o'ylaysizlar? Men ham boshida ikkilangandim, lekin bu qurbaqa edi. Tushundinglar? Bu o'sha biz o'ylagan, siz ham o'ylagan va men ham shilimshiq va ushlashga ham jirkanadigan narsamiz bu qurbaqa. Tozalangan holatda qadoqlangan turgandi. Bu men uchun nereal darajada shok bo'ldi. Cho'chqa boshqa problema, boshqa tema, lekin bu yerda qurbaqa sanlarni dedim, o'ynab qo'yadi dedim, o'tib ketdim, короче. Shunaqa Osiyo davlatlarini, asosan Sharqiy Osiyoda, Tailandda, ya'ni musulmon bo'lmagan davlatlarda, Tailand, Koreyada va Vyetnamda asosan bunaqa narsada bizga ko'ringanichalik nereal darajada narsa emas. Chunki nima desam, bularda madaniyat shunaqa, bularda yashash tarzi shunaqa. Bular qurbaqa yeb ham ketaveradi. Ya'ni hammasi ham emas, qaysidirlari, ya'ni itni ham yegan xalq qurbaqani yeyishi yoki boshqa narsani yeyishi bu tabiiy. Ya'ni bunga hayron qoladigan joyi yo'qligini keyin tushundim. Hozir bizda Koreyada 3 gradus plyusda, lekin shunaqa bo'lishiga qaramasdan baribir havo salqin. Даже hali 2 kun oldin yog'gan qorlar erimagan holatlar ham bor, ba'zi joylarda turibdi. Hech qanaqa ssenariysiz olinyapti va shunchaki sizlar bilan suhbat tariqasida. Umid qilamanki, bu suhbatimiz va berilayotgan ma'lumotlar sizlarga foydali bo'ladi va yoqadi. Bundan tashqari, agar like bosib qo'ysanglar, xursand bo'lardim. Koreya juda ham toza deyishadi. Toza, yo'llari toza, lekin menimcha bu shaharlarga ham bog'liq. Biz yashayotgan Tegu shahrida asosan musorlar ko'chaga chiqarib qo'yiladi. Ya'ni siz har qadamda musor ko'rishingiz mumkin. Mana bitta musor. Xo'p, to'g'rida ham daraxtlar oldida musorlarni ko'rishingiz mumkin. Hali ham bu men ko'rgan musorlarning ichida eng dahshatlilari emas, chunki o'tgan safar yashagan uyim mahallam oldida har bitta ko'chada katta musorxonalar turardi va bular hech qayerga o'ralmagan va ochiq turardi. Katta idishlarning ichiga prosta odamlar musorlarni qo'yib ketishardi. Kunduzlari shunaqa tozalanib ketardi, prям bu o'zi Koreyami deb degan shu fikrdan kelib qolar. Ya'ni toza davlat, toza degan davlatda ham по-любому shunaqa minuslari bo'ladi. Va asosan musorlarni ertalab yig'ishtirib ketishadi. O'shaning uchun menimcha kunduzi shunaqa turardi doimiy. Musorlar yig'ilib turardi. Koreyskiy oshxonalarga kelib olib, ovqatlansanglar bo'ladi derdim, lekin shaxsan o'zim odatda koreyskiy oshxonalarga kelmayman. Va shuning uchun tavsiya ham qilmayman. Koreyada ko'p asosan go'shtlar halol emas. Lekin ba'zi joylarda halollari ham chiqib qoladi deysiz-ku. Bozorlarda yoki qaysi joylarda men bugun ham ko'rdim, даже bozorda halol go'sht topdim. Ya'ni bitta magazinda halol deb qo'yibdi va u go'shtlar Indoneziyadan va boshqa joylardan olib keltirilgan. Lekin bitta shaharda juda ham ko'p bo'lmaydi bunaqa joylar. Agar yoqda o'zbeklar keng mahallalarda yashashmasa, ko'p bo'lmaydi bunaqa narsa. Men hozir borayotgan magazinga bo'lsa, erta ham bor, lekin narxlar monopoliya tarzida deydi-yu, shunaqa qimmatroq. Avval yashagan shahrim, ko'paytyapman, avval shahrim deb. O'sha shaharda bo'lsa, video qilmagan ekanman, lekin bir kun video qilaman. Bu yoqda где-то 4000 emas-u 3000 ta o'zbek yashardi bitta mahallada. Tushunyapsizlarmi, qancha katta ko'p miqdorda. Va bu yoqda ikkita masjid, 10 taga yaqin, 10 tadan ko'proq deylik, 10 tadan ko'proq koreyskiy o'zbek oshxonalari, tilamaylamay qoldi. O'zbek oshxonalari va 5-6 ta o'zbek magazinlari bor edi. Endi bu shunchalik katta auditoriya uchun, ya'ni 3000-4000 ta o'zbek uchun yetarli edi hammasi. Monopoliya ham emasdi, raqobat bor edi, narxlar tushirib turishardi. Bu yoqda bo'lsa bitta ikkita magazin va narxlar yoqqa qaraganda biroz qimmat, tan olish kerak. Va bu
tabiiy deb o'ylayman. Buni ustidan yomon fikr, negativ fikr emas, lekin bu narsa shundoq ham tabiiy narsa. Koreyaga birinchi kelganimdagi eng yomon ko'zimga ko'ringan narsa bu Koreyadagi svetoforlar uzoq vaqt kutirishi. Taxminan 1 daqiqa kutishga to'g'ri keladi har ikkita svetofordan o'tish uchun. Ba'zida bo'lsa 1 daqiqadan ham ko'proq. Va bu bola hali ham magazinga yetib bormadi deyishinglar mumkin. Magazin uyimdan где-то 6-7 minutlik yo'lda. Men bo'lsa yo'lda yorug'roq joylarda to'xtab video olyapman, o'sha uchun ham vaqt ketyapti. Koreyada hamma joy ham yorug' emas, chunki ba'zi joylarda lampochka yo'q yoki nimadir sabab hamma joy ham yorug' emas. Chunki biz shahar qoq o'rtasida emasmiz, o'sha uchun ham hamma joyda yorug'lik topish, video olishga qulay joy topish oson bo'lmaydi. Burada men vaqtincha yashab turgan uy universitetdan где-то 5 daqiqalik yo'lda joylashgan va bu juda ham qulay. Nega vaqtincha deyapman? Chunki men hozir yashayotgan joy bu do'stlarimning uyi. Vaqtinchalik mehmonman. Taxminan 20 kunga deya qolaylik. Kutilmagan mehmon. Demak, men ko'chadigan joy bo'lsa, bu yotoqxona bo'ladi. Universitet yotoqxonasi. Voy, qiynagan. Nega yotoqxonani tanladim? Chunki yotoqxonada hozir hisoblab qolganimda moliyaviy tarafdan arzon tushar ekan va o'ziga yarasha bir nechta qulayliklari bor. Misol uchun kampusning ichida bo'lasiz yotoqxonada va bu narsa prям atmosferasi o'qish atmosferasi bo'ladi. Ya'ni o'qishdan chalg'ish, ko'chaga chiqib ketish, ko'chadagi shovqinlar bularga kam chalg'ish bo'ladi. Bu juda ham yoqqan tarafi va o'tgan semestr yotoqxonada yashab ko'rganligim uchun pluslarini his qilganman. O'shaning uchun yotoqxonaga ko'chishni o'ylab turibman. 26 fevralda yotoqxona ochiladigan bo'lsa, semestr boshlanishida demak yotoqxonada bo'lar ekanman, taxminimcha. Bu Koreyada o'zbekcha ism ko'rish, to'g'ri, o'zbekcha ism ostida magazin, oshxona ko'rish g'alati bo'lsa kerak. Sevinch. Mana shu o'zbek oshxonasi. Tekin reklama bo'lyapti. Давайте. Demak, mana biz o'sha o'zbek oshxonasiga yetib keldik. Bu yerda faqat oshxona emas, premchida o'zbek hamma mahsulotlari bor. Hamma narsa bor. O'zbek murabbolar deysizlarmi yoki o'zimizni xotlanchilar ham bor mana shu yerda. Pechenyelar bor va o'sha makaronlar ham mana shu yerda bor. Hamma narsa O'zbekistondan olib keltirilgan va bizga o'xshagan talabalar uchun O'zbekistonni qayta his qilish uchun ajoyib imkoniyat. Va o'ziga yarasha go'shtlar ham qo'yib qo'yishgan. Chiroyli, mazali, to'g'ri. Bu tomonda yana atmosfera bor, lekin bu yoq olishi odamlar borligi uchun olib o'tirmadim. Odamlar borda. Значит, o'zbek oshxona. Mana bu bizning nonimiz. Voy, o'chib qoldi. Aytgancha, Koreyada aniq ketaverasizlar, qorong'i joyda. Va oz-ozdan bunaqasiga qilamiz. Oz-ozdan chiroq yonadi. Koreyada ko'p chiroqlar mana shunaqa odamning harakatiga mos qo'yilgan. Hech qanday yoqib qo'yilmaydi, ya'ni yoniq turmaydi odatda. Odamning harakatiga mos mana shunaqa yonadi. Endi uyga go. Demak, nonni oldik va endi sekin uyga qaytamiz. Sekin emas, tezroq qaytishimiz kerak, chunki qiladigan darslar bor. Bugungi videomiz shunaqa bo'ladi va yana qaysi temalarda vlog qilishim qiziq bo'lsa sizlarga komment yozib qoldiringlar, o'sha temada vlog qilaman va agar savolinglar bo'lsa, uni ham komment yozib qoldirsanglar bo'laveradi. Bemalol javob beraman.